Yana yoshlarimizga endi biznes boshlayotganlarga bitta maslahatim bor, kichkinagina maslahatim. Mana butun dunyoda plastik kartochkalar modaga kirgan, hamma texnologik plastik kartochkalarni ishlatgan. Plastik kartochkalar yangi ish boshlayotganlar uchun emas. Sizlar naqd pulda ishlanglar. Mayli, rasmiy bo'lsin. Lekin naqd pulda. Plastik kartochka puli ko'payib, pulni ko'tara olmay yuradigan odamlar uchun o'ylab topilgan. Sizlar qo'linglar naqd pul. Bozorga tushsalaringiz yoki bir magazinga borsalaringiz, qo'lingizda qancha plastik kartochka bo'lsa, qancha pul ishlatayotganini bilmaysizlar. Lekin naqd pul bersanayotganingizda pul jigardan bo'lgan. Yoshlar, iltimos, naqd pul bilan, ya'ni rasmiy muomala qilinglar. Tushuntira oldimmi? Yoshlarga zarar plastik kartochka bilan ishlash, haq to'lash. Hamma vaqt naqd bo'lsin. Har chiqayotganingizda sanab o'tinglar. Saningizlar, chiqish qiyin bo'ladi. Xohlagan emas, bozor qashasidan bir narsa sotayotganingizda. Ya plastik kartochka ichida kim nima o'tirib o'zing ichiga solgandagi qancha o'zi ketaveradi. Bu bir xil juda kuchli olimlarni ayrim mamlakatlarga o'ylab topgan narsasi. Bank siyosati, bank sektorini o'ylab topgan narsasi. Yoshlarga men tavsiya qilaman, faqat naqd bilan ishlalaringiz, rasmiy ishlalaringiz. Boyib ketganlaringizga pul ko'tara olmaydigan bo'lganlaringizni rasmiy o'tasizlar.